1920 yillarning boshlaridagi Qashqarning siyosiy va ijtimoiy atmosferasida tasvirlash qiyin bo'lgan bir xil buruqtumliq hukm surmoqda edi. Bir tarafdan siyosiy sehrigar Yang Zangshin Sharqi Turkistonning chet ellar bilan tutishadigan chegara egizlarini dum taqab, Uyg'ur xalqini tashqi dunyodagi o'zgarishlardan yiroq tutishga urinsa, yana bir tarafdan chet el missionerlari din tarqitish faoliyatlarini kuchaytirib, yerlik xalqning ma'naviy dunyosida ig'ir krizis paydo qilmoqda edi. Türkiye Ege Üniversitesi Türk Dünyası Tədqiqat İnstitutunun professori Olimjon Inoyat Efendi, Abduqodir Damollamning Qashqardagi yerlik sarxillar orasida bu xil tahlikini eng baldur his qilib yetgan munavvarlarning biri ekanligini ta'kidlaydi. Abduqodir Damollam usuli jadid maktabları açıp milletni uyg'otishga tirishayotgan bir mezgilde Şivit missionerlerinin şu Qashqarda din tarqitib musulmonlarning diniy e'tiqodini o'zgartirishga urinishidan qattiq bearam bo'lgan va buni vatan va millat uchun bir tahlika deb qaragan. Abduqodir Damollam keskin bir islohotchi, jadidchi, shundoqla vatan millatning istiqboli uchun mash'al ko'targuchi bo'lish sifati bilan ko'z oldidagi bu jiddiy krizisga hargizmo sukut qilib o'ltira olmaydi. Merhum yazgıcı Xevir Tömür, Abduqodir Damollam haqida qissa nomli tarixiy biografik romanida Abduqodir Damollamning shu yillarda Qashqa kattalarini keskin ogohlantirganligini, bo'libmi o'zi daxil bo'lgan barliq so'rinlarda chet el missionerlarining aqida o'g'irligi to'g'riliq yalqonliq nutqlarni so'zlab xalqni uyg'otishga tirishganligini bayon qiladi. Qarindoshlar, o'ylab ko'ringlarki, bu ishqi sal qarg'ili bo'lmaydi. Bu Vatan xalqning istiqboli bilan munosabatli jiddiy va zarur ish. Chora tadbir ko'rib, beshimizga yuzlangan bu baloyi ofatni cheklash, to'sish har bir vatan o'g'lining muqaddas burchi. Vatanni suyish iymon jumlasidandir. Buningga har bir kishi chora tadbir qo'llanishi kerak. Alloh hammamizga aql, idrok, chora tadbir, kuch-quvvat ato qilsin. Amin. Ma'lumki, Şivit missionerlari 19-asrning oxirgi yillarida Qashqa va uning atrofidagi joylarda din tarqitish punkti qurib, yerlik musulmonlar orasida xristianlikni targ'ib qilishga boshlagan edi. 1912-yilga kelganda Şivit missionerlari Qashqada zamonaviy bosmaxona ta'sis qilib, xristian diniga doir yuzlagan kitob va bosma buyumlarini, Injilning hikoyalashtirgan qissalarini va minglagan tashviq varaqchilarini besib tarqitdi. Shifoxona, Darıltam ve maktablarni ochib, yetim bolalarni o'z tarbiyasiga oladi. Professor Olimjon Inoyat Efendi Şivit missionerlarining Qashqadagi din tarqitish faoliyatlari to'g'riliq munolarni bayon qiladi. Şivit missionerleri 1910 yıllardan itibaren şu Qashqarda shifoxona ve mektep açış arkalık yoksullarını ve yetim yesir Uygur ösmerlerini özüge qaratgan, özleri kurgan metbelerde Hristiyanlıkka dair kitap ve kitapçılarını besip tarqitib dini etiqat jihatda nurg'un kishilerde arsaldılık paydo qilgan. Mesela misyonerlar Hazreti İsa bilen Hazreti Muhammed peygamberini seliştirip İsa peygamberinin vafat olmaganlığı ve onun asmanga yükselgenligini, Hazreti Muhammed peygamberimizin bolsa normal insanlarga o'xshash vafat bo'lganligini ilgari surgan ve bu orqali İsa peygamberinin Hazreti Muhammed peygamberden üstün bo'lganligini, Hazreti İsa'nın dini bo'lgan Hristiyan dininin mu İslam dininden üstün ekanligini ilgari surgan. Bazı kişiler bu xil təşviqatlarning ta'siriga uchirgan. Bu ahvol shu davrdagi Uyg'ur sarxillerini bo'libmi Abduqodir Damollamni qattiq o'yga solgan. Jamiyat bu ahvolga qarshi norozilik kayfiyati yuksalgan. Mushundaq bir payt ve şarayitda Abduqodir Damollam Şivit missionerlarga qarshi o'quvchilarni tashkillab namoyish qilishga qaror bergan. 1924-yili yoz oylarining bir oqshimi Abduqodir Damollam Qashqa kattalarining hammasi degudek daxil bo'lgan bir cho'ng ziyofatda nutq so'zlaydi. Uning bu qatamliq yalqonliq nutqi ziyofat so'rindagi jimiy kishilarni qattiq o'yga soladi. Damollam keskin talaffuz bilan ona yurtda davom qilayotgan bu ig'ir ma'naviy krizisda Qashqa kattalarining bosh tortib bo'lmaydigan mas'uliyati borligini, millatni qutqizib qilish uchun oldi bilan sabiy bolalar va yosh avlodlarni qutqizish zarurligini, ularni hargizmo chet el missionerlarga tashlab berishga bo'lmaydiganligini, undoq bo'lmaganda butkul millatning aqida va ma'naviy qimmatlarining o'g'irlanib ketadiganligi to'g'riliq ogohlantirish berdi. O'zimiz yurtning ko'zi,
xalqning beshi bo'lib turuqliq, xalqni baxt saodatga boshlab mangmasdan, butun ishtiyoqimiz bilan shaxsiy topovat yo'liga mangsak, qo'lga kirgan tilla tangilarni avrazga ko'mib, xotirjam yozsak, istiqbolimiz to'g'risida zarracha qayg'urmasak, kelgusi avlodlarimizga nima deb javob beramiz? Ularning oldida osiy gunohkor bo'lib qolmasmizmi? Afsuski, bizning g'amxo'rlik qilmay ko'chaga tashlab bolalarimizni Yevropadan kelgan muxolifatchilar o'z qo'yniga tortmoqda. Shved missionerlar shifoxona qurib, bemorlarni haqsiz davolash va maktab ichib, egi chaqsiz bolalarni tarbiyalash yo'llari bilan aqida o'g'irlamoqda. Ular bizning bolalarimizga bir misqolchilik ta'sir ko'rsatishga ko'zi yetsa, oyanmasdan 100 sarlab tangi sarf qilmoqda. Biz bo'lsak, bolalarimizni ko'chalarga tashlab, o'zimizdan yiroqlashtirmoqdamiz. Hadisi darra urib, ularning dilini jarohatlantirmoqdamiz. Al-rohini yondirmoqdamiz. Bu ishlarimiz mulohiza qilib ko'rishga arzimasmi? Ilmi fursat bor. Agar vaqtida qilishga tegishli ishlarimizni qilmaydigan bo'lsak, kelgusi avlodlarimizning la'nat nafratiga qilishimiz muqarrar. Professor Olimjon Inoyatning ilgari surishicha, Abduqodir Domollam ashu qitimliq mashhur nutug'idan keyin darhol amaliy harakatga o'tgan. U talablarni uyushtirib Qashqada bir maydon namoyish o'tkazishga, shu orqali avom xalqning buruqtumliqda qolgan ro'yitini sagitmoqchi bo'lgan. Shu vajidan Abduqodir Domollam mustabid Yangzangshin hokimiyatining nazaridagi xatarlik shaxs bo'lib qolmasdan, balki yana Qashqadagi rus, ingliz konsulxonalari bilan shved missionerlarining ko'ziga qadalgan mix bo'lib qolgan. Abduqodir Domollam bu tahlikini ko'rgandan keyin Qashqarda xalqni uyushtirib namoyish o'tkazgan. Bu albatta xristian g'arb davlatlarini, Yangzangshin hokimiyatini qattiq beoram qilgan. Shvetsiyada yashayotgan Uyg'ur ziyolilaridan Abdushukur Muhammad apandining shved arxivlaridagi materiallarga asosan bayon qilishicha, Qashqadagi namoyish eng dastlab Abduqodir Domollamning talablarini asos qilib boshlangan. Namoyish jarayonida Qashqadagi avom xalqmo namoyishchilar sepiga qo'shilib, shved missionerlarining Qashqa qum darvozadagi din tarqitish punktiga qarab saldak oqqan. Dastlab tinish usulda boshlangan bu namoyish shu kuni kashqurun Qashqa doiralarining qurolli Xitoy cheriklarini ishga solishi natijasida qonliq bostirilgan. Dal mushundaq bir ahvol ostida Abduqodir Domollam o'zi mudarris qilayotgan maktabdagi talablarni, jamiyatdagi g'ulluq, yuz obro'li kishilarni boshlash, ularga tarbiya berish orqali namoyish uyushtirib, shved missionerlarining turish o'rinlarida o'zlarining g'azab nafratini ifodalagan, ularga bo'lgan qarshiligini ifodalagan, ham ularning Qashqardan chiqib ketishini talab qilgan. Bu nihoyat cho'ng bir dag'dug'uluq, yana Qashqar tarixidagi nihoyat g'ulg'uli qo'zg'agan, ta'sir cho'ng bo'lgan bir faoliyat bo'lgan. Ammo bular shved missionerlarining turalg'usini oldidan ayrilib, hukumatning turish o'rniga qarab mangan vaqtida ayni chog'dagi istibdod hukumatning askarlari tarafidan nihoyat qattiq qonliq bostirilgan. Professor Olimjon Inoyatmo hozirgacha ma'lum bo'lgan manbalarda Abduqodir Domollam tashkillagan shu qitimliq namoyishning tartiblik va tinish usulda elib berilganligini, namoyish jarayonida shved missionerlari besib tarqatgan xristian diniga doir kitob va bosma buyumlarning ko'ydirilganligini, namoyishchilarning birdak shuvar to'lab chet el missionerlarining yurtdan chiqib ketishini talab qilganligini ilgari surdi. Namoyish jarayonida shved missionerlarga qarshi shuvarlar to'plangan, missionerlar tarqatgan kitoblar ko'ydirib etilgan, missionerlarning shu matbaasi buzib tashlangan. Namoyish nihoyat tashkillik, qaratlilik va ta'sir kuchi zo'r bir namoyish bo'lgan. Namoyish jarayonida jidal majra chiqib, inson o'lgan, yaralanganlik haqida bir ma'lumot yo'q. Ammo kitoblar ko'ydirilib, matbalar buzib tashlanganligiga qaraganda xeyli shiddatli bo'lgan deb faraz qilishga bo'ladi. Qadrlik radio anglag'uvchilar, yuqorida 20-asrdagi mashhur ijtimoiy islohotchi va jadidchi Abduqodir Domollamning hayoti va uning kurash yo'liga bag'ishlangan maxsus radio programmasining 15-qismini diqqatingizga sundik. Bu vaqtdagi anglatishimizning oxiri davomli diqqatingizda bo'ladi. Programmani Qutlan tayyorladi.